tufta narsa ekan, umuman qildirmanglar. Usta bir tiyin pul ola olmaysiz. Ochmay ko'ring, chirimagan. Ochib tekshirib olaman. 100% javob. Ya, bu to'sinni. Lekin joy yomon bo'lyapti xolos. Chiritar ekan. Aka, bu to'sinni. Men hozir tagigacha kirib ko'rsataman. Tufta narsa bo'lsa hech kim qildirmasin, akalar. Bu yo'lda mana agar to'sin chirigan bo'lsa, losh voq qilib beraman boshqatdan. Boshqatdan qilib berasiz, to'sinni ham to'lab berasiz. Nima deyapsiz? Boshqatdan qilib berishingiz ag'da o'tib tursin. Ko'ryapsiz, o'zi ketmoz o'tmayapti. Olib keling. Mana, chiriganmi, chirimagan? Aka, chirimabdi. Hech narsa bo'lmagan. Oddiy, mana nimasi postqalog'i ham chirimagan. Postqalog'i to'sin turibdi, mayli. Mana akalar, to'sin turishini qaranglar. 7 sm-dan 10 sm-gacha qo'ygansiz. 7 sm-dan 10 sm-gacha qo'yilgan. O'zbekiston bo'ylab 40 ming so'm, vodiy bo'ylab 35 ming so'mdan qilib beramiz. 5-7 sm bo'ladi. Olib keling, metini ham ko'rsating. Mana mayti ham chirimagan. Mana urib ko'rsatib beraveramiz. Butun O'zbekiston bo'ylab qilib berasiz. Vodiy bo'ylab 35 ming. Vodiy bo'ylab 35 ming. Hamma yo'q o'zingizdan. Hech narsa qilib bermaydi. Suv bilan to'kka sharoit qilib beradi. Tagiga solgan latalar ham bonus qo'yganmiz. Latalarni o'zidan olib borasizlar, material ichida bo'ladi. Bu loylonbozning o'rniga gipsalonboz bo'ladi. Pastda raqamlari bor. Aloqaga chiqaverasizlar.